katta maqsadlar kuchli intizomdan boshlanadi. Ular oddiy o'quvchilar emas, ular Ichki ishlar akademik litseyi nomzodlaridir. Bu yerda har bir o'quvchi kelajak uchun tayyorlanadi. Bu oddiy maktab emas, kelajak himoyachilari tayyorlaydigan maktab. Bugun qaror qiling, ertaga natijasini ko'ring. Men Mahkam va Durdona Oriental School maktabida tahsil olib, eng yuqori ball bilan Ichki ishlar akademik litseyiga qabul qilindim va bu yerda ona tilidan milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Buning uchun shu fursatdan foydalanib, Oriental ma'muriyatiga rahmat aytaman. Ramzan Asadbek Andijon viloyati G'uzobod tumanidagi Oriental Schoolda tahsil olib va hozirda Andijon akademik litseyiga qabul qilindim. Bu yerda men tarix fanlari milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Bu uchun Oriental School o'qituvchilarimga va direktorimga kattakon rahmat aytaman. Men Ziyojinovim Musharraf Oriental xususiy maktabda ta'lim olib, hozirda Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyida o'qiyman. Bu yerga kirishimga sababchi bo'lgan, yordam bergan o'qituvchim Shavkat domlaga rahmat aytaman.